Ayamshoh bir og'aynim uyiga 10 kilovatli quyosh paneli o'rnatgan, lekin hozir deyarli effektini bilmayapman deyapti menga. O'rtog'imni quyosh paneliga bo'lgan munosabati o'zgarib qolgan, menimcha noto'g'ri. Shuni qanday to'g'rilasak bo'ladi siz bilan? Xo'p, Islomxon, bu siz aytayotgan gaplaringizga 3 xil faktor kiritilsak bo'ladi. Birinchi navbatda ko'pchilik qaysi tomonga o'rnatishni bilishmaydi. Ya'ni shimolga, g'arbga yoki janubga. Bunga tavsiya esa janub tomonga o'rnatish kerak. Janub tomonga o'rnatilganda quyosh sharqdan chiqib g'arbga botguncha doimiy tushib turadi quyoshning nuri. Demak, tushunishim bo'yicha janub tomonga o'rnatiladigan bo'lsa, quyosh sharqdan chiqib g'arbga botadigan bo'lsa, deyarli quyosh panelini aylantirishga, ya'ni trekking tizimini tashkillashtirishga hojat bo'lmaydi shu holatda. Xuddi shunday. Endi ikkinchi faktorga keladigan bo'lsak, Islomxon, janub tomonga qaratganimizdan keyin gradus eng muhim narsa. Agar 30 gradusda qo'yadigan, 30 yo 35 gradusda qo'yadigan bo'lsak, quyosh nurini yaxshiroq singadi. Ya'ni quyosh nuri yaxshiroq tushib turadi. Quyosh paneli yaxshiroq ishlaydi. Va undan tashqari uchinchi eng asosiy faktor bor, bu sifat. Bu yuqori samaradorlik, Longji Haymo X10 va vaqt sinovidan o'tgan Jinko panellari. Agar kimga sifatli panellar kerak bo'ladigan bo'lsa, Premium Solar kompaniyasiga bog'laning.